Yarım bo'ldi, yarimda keladi deyishadi, kirdichi, yarimda aytganman bo'ldi. Sizdan keyin hammalarning qabuliga ham ish qiladi. Bo'lganini qabul anaqda bo'lyapti deyapti. Xil gapirishyapti hozir. Mashika chaqirishdi-yu bizni, mashika. Nima yoqda bo'ladi? Kimga yozuvdim, endi meni mutasaddilar bor edi. Alloh o'shalarga uchrashim kerak. Ha? Uchrashmaysizmi siz? Uchrashaman, o'shaning uyiga keldim-da, o'sha hokim bilan uchrashdim. Qayerdansiz? Ha? Qayerdansiz? Nega? Nimaga aytding? Mani adresimni so'ray. Bilasizmi mani adresimni? So'ramay mani adresimni. Qayerga kiraveraylik, bo'ldimi? Kim o'chirdi? Kirib ketdim. Kiraveraylikmi? Va bitta kiriladi. Aqa kirishsa kerak-ku, siz oldingizga ham o'shani so'rayapti. O'shanga aytyapman, qabul 10:30da dedingiz, o'shanga 10:30 bo'libdi. O'shanga kutib o'tiraymi, o'chiribdi. Assalomu alaykum, alaykum. Qanchasi? 3ta qabul qilasizmi? Hammani bitta olib kirib qoling. Bizim kutyapti qabul qiladi. Qachon kelishadi aka? 10:30 deyishyapti o'shanga. Yumshoqqina devorlar qo'yib qo'yishibdi. Nimalar qabulga kelgan bechoralashibdi, o'tiradi, ko'ta og'rib ketmasin uchun. Ya Robbim o'zingga shukr. 10ga bo'ldi, 10:30ga dedi, mana yana kutyaptani, kelib qoladi. Ular endi mutasaddi o'qigan odamlar, ular kutishimiz kerak, qolahan. Ular uchun ishlaymiz biz. Biz oila bola chaqamiz boqyapmiz-ku. To'g'rimi opa? O'sha uchun kutib o'tiribmiz deb. Ha, uni ochilyapti. Xo'p bo'ladi, tog'a, xo'p. O ishga kelganda ochib beribdi, skvaznoda ochib ketdi. Traktorni olib, batareykasini. Opa for yashaydi, sovuq kiryapti ekan. Bitta bechora xalq kutyapti, mutasaddilar o'shalar so'qatib qolyapti, bitta tog'alar bor ekan. Qariyalar, Nochor oilalar. nochor oilalar, qariyalar va nochor oilalar deyozing. Nochor degan katta.
Farg'ona viloyati hokimi. Mana shu kam ta'minlanganlar ro'yxatiga qo'yishdi. Haromlar va yomon alam qilyapti. Aka shu yoshgacha kirib men buni sharmanda olmadim-da. Tengqurlarim oldida kambag'al oilasida turadigan odam bo'ldim. Mayli kambag'al bo'lsin, boshqa desin, men boyman Alloh oldida. Ben Xudoga shukr. Alhamdulillah. Robbil alaminga shukr. Mayli ular uchun kambag'al bo'ldim, yalandim, menga uy bermadi, boshqa bermadi, so'radim, qiynalganman. Ijara yuribman, 4 ta bolam bor dedim. Men eshitdim. Qoralar shuni so'raydiki, Kimlar dedi? Prezidentimiz aytyapti-ku, ber shu qiynalganga. O'sha bekorga sani olding yalini bormayapti o'sha. Bor sharoitini o'rgan, ko'r deyapti. O'tiraverma kabinetingda deyapti. Nima yon o'tiraverma? Ishlamayapti bu. Yeydi, qonini boqadi, qoram qo'rbasiman deydi, birovni haqqini olib mana vaqti bu ayol nimaga turibdi? O'shini kutib turibdimi? O'sha o'nga aytgan, o'nda bo'lish kerak. Buni vaqtdan olib o'g'illik qilmaslik kerak. O'g'illik qilgandan keyin bu qoramxo'rlikka kiradi. Ro'za tutyapman, bolam piston deydi. Qarasang bag'a birovni vaqtini olyapti. Birovni vaqtini olish o'g'illigim aka. Mana ketishim kerak hozir 4 ta bolam bor, boqishim kerak, ishlashim kerak. Men uyda 10 ga aytdim, 10 ga keldim. 10:30 bo'ldi. 10:30 bilan hali ham qabul qilmayapti. Qanaqa bu? Kimdir stolda o'tirsa, qora xalq uni uchun ishlash kerakmi, kutish kerakmi? Astagfirullah. Allohim bu umriga cho'ram kutaychi mayli.